uch xonaga uy inson soyaboni, quyoshi ham, soyasi ham mana shu xonadondan boshlanadi. Shohsaroyga kelganmiz. Yunusobod 4-kvartalda 2 xona studiya 54 kvadrat yevro remont uy chiqqan. Ko'pchilik yana bitta qo'shib ketaman. Ko'pchilik qanaqa vest tashladingiz, qanaqa ozvosiz deganlarga mana shu zalga chiqaman. Har kuni ertalabdan kelsanglar mana shu yerda jivoy topasizlar. Shu yerda uy chiqib qoldi, chaqirishdi. Hozir uy ichilarini ko'rsataman. Podyezddan mana bundoq kirib kelasizlar. Kirganinglarda kalit bor. Patologga ahamiyat beringlar. Juda baland bir 3 metrlik patolog. Xo'p, mana yog'imizda mana bitta spanni chiroyli qilingan. Xo'sh, 2 xona studiya, xo'p, hammom tualetda ko'plik pollari bor. Mana chiroyli kafel 60 ga 120 ishlatilgan. Bu yog'imiz как zal, hol, oshxona, studiya qilingan. Mana katta, keng ko'rib turganinglardek mana yoqda kuxonniy. Даже mana bitta razdvijnoy kupe qo'ysanglar, oshxonani отдельно qilib turib, mana bitta divanni, stol stullarni qo'yib o'tirsanglar ham bo'ladi. Joy zo'r, mana bog'cha, daraxtlar, salqin. Novostroyga xullas 54 kvadrat, narxini 72 ming so'rashyapti. Egalari nomer pasti, qisman ipoteka qilsa ham bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqinglar, davay.